Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi tashrifimiz o'zlarimizning Beruniyda joylashgan Yoshlar markazining yonidagi Mega, ya'ni erkaklar kiyim do'konina bo'ldi. Bu yerdagi hozir sizlarga narsalarning barini bir chetdan ko'rgazib o'tamiz. Bu yerda bahorgi, yozgi, kuzgi hamma turli kiyimlardan mavjud bo'ladi. O'zlaringiz kiyib, polni kiyinib olsanglar bo'ladi shu yerdan. Hozir sizlarni bir qator ichi bilan tanishtirib o'taman. Endi sizlarni xudo xolasa Meganing ichidagi narsalar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Bu Meganing ichi bir salqin, bir ajoyib joy ekan. Kelib, orqayin kelib kiyinib olsanglar bo'ladi. Hamma narsalarni hozir bir chetdan ko'rgazib o'tamiz. Bu tomonda bahorgi ko'ylaklar deysizlarmi, umuman hamma narsalardan mavjud ekan bu yerda mana. Bu yerda faqat erkaklarning kiyimlari bo'ladi ekan. Kelib o'zlaringiz aylanib ichida bir ajoyib salqingina yozning issiq kunlarida endi terlab pishib bozorda yurishingiz shart emas. Meganing ichida salqin hamma sharoitlarni yetib qo'yibdi. Bu tomoni ko'ylak, chalbir shunday narsalar bo'ladi. Yozgi ko'ylaklar, bahorgi, kuzgi deysizlarmi, hamma turidan bor ekan. Bu yog'i klassik, ya'ni to'ylarga, boshqa tadbirlarga oladigan kostyum chalbirlardan bo'lar ekan. Har xil razmerlar deysizlarmi, har xil turlari hammasidan mavjud ekan. Ondan tashqari bu do'konda ajoyib oyoq kiyimlardan bor ekan. Hozir buni sizlarga bir qator ko'rgazib o'taman bulardan. Oyoq kiyimlarning ham hammasining baholari yozilib turibdi. Bozordagidan qimmat ham, arzon ham emas. Bozor bilan почти bir xil bo'ladi. Narsalarning sifatini vobshim gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kачестволы oyoq kiyimlar mana ko'rib kelib olsanglar bo'ladi. Bu tomonda esa yana oyoq kiyim, chalbir deysizlarmi, hammasidan bor ekan. Bundan tashqari sport sohasidagi sarakana ushuklar deyiladi bu. Buni gazonda ishlatasizlar. Hozir endi yozda gazonda futbollar ko'p bo'ladi, chempionatlar deysizlarmi, kelib bu yerdan hammasidan olsanglar bo'ladi. Meganing bu bo'lagida faqat oyoq kiyimlar bo'ladi. Kelib ko'rib oyoq kiyimni polni качестводagi oyoq kiyimlarni olsangiz bo'ladi. Har xil brenddagi oyoq kiyimlar deysizlarmi? Mana bu yerda mijozlarimiz ham ko'p. Hamma shu yerdan kiyinib, salqin joyda mazza qilib, hamma rozi bo'lib ketyotir ekan. Buning baholari hammasi yozilib turibdi. O'zlaringiz kelib, polni ko'rib olsanglar bo'ladi. Oyoq kiyimlarning sifatini addiy e'tibor berasizlar. Bu yerda sifatsiz narsa umuman yo'q. Meganing bu tomonida esa chalbirlar bo'ladi. O'zlarimizning tilda aytganda har xil yozgi, kuzgi deysizlarmi, bahorgi, sezonniy chalbirlar deyiladi. Общий kelib bu yerdan ham kiyinib, orqayin bemalol kiyinib olsanglar, tam sifatli narsalarning bari shu yerda. Videolarimizga like bosib boring, bizni kuzating. Kuzatganingiz uchun addiy rahmat.